Assalomu alaykum. Etliq programmamni rasmiy başladım əmsə, köpçülük yaxşımsızlar. Rozi etinglarga mübarək bolsun. 7 təbrizlişim özgücüm ki. Tex 2 saatninki aldılan bir video çıxardım. Rozi etliq bu programmamda sizlarga Uyğur Axbarat Mərkəzininki bir neçə günün aldıda işləyən həftəlik xəbərlər proqramısında Uyğur levitanları deb məzmunda alohida bir məzmun geniş qılıb adamni bir xil hayajon saldigan, hamma odamga bir xil ümid bag'ishlaydigan ashunday bir qaltis mazmun bor ekan. Shuni o'zimninki ro'za etliq programmamga kirishtirib, sizlar bilan ko'pchilik bilan tang o'rtoqlashay. Mush orqali 2021-yildagi ro'za etimninki bu programmani shunday saqlab qo'yay deb bu programmamni ishildim. Haftalik xabarlar programmasi buni qaraylik. Uyghur levitanları deb oldi bilan bir rus speaker deymizmi? Shu to'g'riliq so'zlagan hikoya anandikin Uyg'urlarniki levitanları, anandikin sizlarga Ozarbayjondagi bir speaker. Shuningki ozodlikni jakarlagandagi bir ko'rinishlari degandek ma'no avval bir ko'raylik. Uyg'urning levitanlari 1930-yillarning beshida Yuriy Levitan ismli 19 yoshli bir Yahudi yigit ming bir arzu armonlar bilan Moskvaga qadam bosadi. Uning arzusi kino studiyasida ovoz artisti bo'lish edi. Ammo uning o'zgacha talabbuzi tufaylidan ovoz artistligiga tanlana olmaydi. Keyin u radio diktorligiga odam qabul qiladigan bir e'lonni ko'rib qoladi va ta'limni sinab baxmoqchi bo'ladi. Levitan bir radio stansiyasiga vaqtliq xizmatchilikka qabul qilinadi. Bir kuni uningga bir maqolani o'qish vazifasi topshiriladi. Bu dal yarim kechadan oshgan vaqt edi. Odatda xeyli kechlargacha uxlamay radio anglag'ach ishini qildigan Stalin tasodifiy Levitanning radiodagi ovozini anglab yoqtirib qoladi va darhol buyruq tushirib uni toptirib Moskva radiosining diktorligiga belgilaydi. Keyinchi Levitan Sovet ittifoqi uchuv idorasining asosli bayonotchisi bo'lib, butun xalqaroliq va mamlakatlik zo'r voqealarni e'lon qiladi. Levitanning ovozi butun Sovet xalqiga tonish ovozga aylanib, u Stalinning e'tiborli bayonotchisi bo'lib qoladi. Yuriy Levitan Sovet-German urushi boshlangandan keyin texmo mo'yim odamga aylanadi. Natsist Germaniyasi Sovet ittifoqiga hujum qilgan chaqda hatto Stalinmo nima ish qilishini bilolmay bir hafta o'zini odamlardan qochirib yurganda Yuriy Levitan o'z ovozi bilan Sovet xalqiga ilhom berib, tajovuzga qarshi Sovet ittifoqini qo'zg'atishda ajoyib rol o'ynaydi. Stalinmo uning ovozidan ilhomlanib, hushiga kelib, urushga qo'mondonlik qilishga boshlaydi. Urush davrida bo'libmi Moskva qattiq qo'rshav ostiga tushib qolgan mutlaq ko'pchilik kishilar Moskvaning qo'ldan ketishiga ishonishga boshlagan vaqtdami Levitan o'z ovozi bilan Sovet xalqiga umid bag'ishlab, Moskvaning qo'g'dilishi uchun ajoyib tuhfa qo'shgan. Rus generallari uni ta'riflab, Levitanning ovozi 10 diviziya askardanmi kuchli deb baho berishgan. Hitler Germaniyasi Levitanga shunchalik diqqat qilgan ediki, uni Sovet ittifoqidagi birinchi nomerlik dushman deb qaragan edi. Hatto Stalin uning keyindan ikkinchi nomerlik dushman qatoriga tizilgan edi. Germaniyaning tashviqot ministri Goebbels Levitanga shunchalik qiziqqan ediki, uni tutib akilish uchun ko'p harakat qilibmi, g'alaba qozonolmagan edi. Goebbelsning maqsadi Moskvaning Germanlar tarafidan ishg'ol qilinganligi xabarini Berlindan Levitanning ovozi bilan jakarlash va sovetliklarni ro'yi jihatdan to'liq mag'lub qilish edi. Levitan Sovet ittifoqida shunchalik qo'dalgan ediki, uningga munosabatlik har qanday uchur davlat maxfiyatligiga oid eng maxfiy uchurlar qatorida edi. Levitanning rasmimi qat'iy maxfiy edi. Uning qayerdan anglitish berayotganligimi bir maxfiyatlik edi. Hatto Moskva German aeroplanlari tarafidan qattiq bombardimon qilinayotgan eng umidsiz minutlardami Levitanning umid beg'ishlovchi ovozi allaqanday yerlardan uzilmay yangrab turgan edi.
boshqalar Stalindan urush qachon oxirlashadi deb so'raganda, Stalin ma'nilik qilib, Levitan jakarlaganda deb javob beradi. Levitanni eng mashhur qilgan ish Ikkinchi dunyo urushining oxirlashganligining Berlindan jakarlanishi edi. Levitan Sovetning g'albisini, Berlinning ishg'ol qilinishini, urushning oyoqlashganligini Berlindan dunyoga jakarlagan edi. Yuri Levitanning "Diqqat, Moskvadan chaqiriq qilyapmiz" degan ovozi butun Sovet xalqining engiga singib ketgan edi. 2021 yılı 5. ayının 3. günü Xalqaro axborot erkinligi kuni munosabati bilan e'lon qilingan dokladga qaraganda, Xitoy axborot erkinligi jihatda dunyodagi 180 davlatning ichida 177 o'ringa tushgan bo'lib, Xitoy tutqun qilgan muxbirlarning ko'p qismi Uyg'urlar ekanligi ma'lum. Xitoy navbatdagi Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni yoshirish uchun Uyg'urlarning butun ovozini, hatto chet ellardagi Uyg'urlarning ovozini o'chirmoqchi bo'lyotidi. Mayli Xitoy Uyg'urlarning ovozini bo'g'ishga qanchalik kuch sarf qilsin, Xitoyning zulmi chekiga yetgan sari Uyg'urning ovozi kuchayib bormoqda. Amerika poytaxtidan anglitish berayotgan Erkin Osiyo radiosiga to'plangan Uyg'urlar bugun har qachonqidinmi ko'p va sarxil bo'lib, bu yerda Uyg'urlarning ovozini yangrtiyotgan Uyg'urning levitallari Xitoyning yuragiga xanjardek sanchilib turmoqda. Erkin Osiyo radiosining xabarlarini Sharq Turkistondagi Uyg'urlar asosan anglay olmasligi mumkin. Ammo bu yerdan tarqagan Uyg'urga umid beg'ishlovchi ovozlar dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga ishonch va jasorat beg'ishlaydi. Tilimizni jonliq saqlab turadi. Undan boshqa dunyoning har qaysi joylarida Uyg'urlar qurgan taratqular va turli programmalar Uyg'urning ovozini dunyoga yangritib, Xitoyga zarba bermoqda. Uyg'urlarning ichida shundaqmi fidokor kishilar borki, ularning hamma odamga tonish bo'lib ketgan ovozi Uyg'urlarning milliy ro'yini urg'itsa, Xitoyga o'q bo'lib sanchilmoqda. Ular uyda ham ona, ham ota bo'lib, bolalarini millat uchun xizmatga otmoqda. Kunduzi xizmatini ishlab, maktabida o'qib, qolgan vaqtini millatga xizmat qilish bilan o'tkazmoqda. Nurg'un Uyg'urlar bu tunish ovozlarning bir kuni Uyg'urlarning mustaqilligini e'lon qiladiganligiga ishonadi ham shuni umid qiladi. Ota-onasining urug' tuqqanlarining izdirkini surishtirib, ovozini chiqarayotgan, taratqularga so'zlayotgan, guvohlik berayotgan, jinini olqiniga elib qo'yib, Uyg'urning davosini qilayotgan har bir Uyg'ur Uyg'urning levitanidir. Uyg'urning bu suyimli qahramonlari Uyg'ur tarixining eng shonliq sahifalariga yoziladi. Nima degan hayajonliq, nima degan odamga umid bag'ishlaydigan programma yaxshi mazmun bo'pti. Uyg'ur axborot markazininki Uyg'ur levitallari deb so'zlagan shu qisqa mazmunni o'zimniki roziyatliq programmamda o'tirdi bir qistirib bir programma qilib saqlab qo'yay dedim. Anandan keyin sizlar bilan yana Ozarbayjondagi yana bir diktorninki ozodlikni jakolagan chog'dagi armeniyaliklar besilib 29 yildan keyin bir necha yezlarni armeniyaliklarning qo'ldan ozod qilgan chog'da shu chog'dagi televizorda e'lon qilgan vaqtdagi oldini ko'raylik. Bizningki boyiqi bir muncha ekranda so'zlab o'tgan Uyg'ur levitallarininki mushundaq bizningki amon bir kuni ozodlikni jakolaydigan minutlarning nasib bo'lishini umid qilaman. Ermenistan'ın saldırısının ardından Azerbaycan'ın başlattığı karşı saldırı... Cebrail'in ise 2 kendi işgaldan azat edilip gözümüz aydın olsun. Allah'ım bizge maşındaq günlər nasib olsun. Hörmətli tamaşaçılar, bir qədər öncə də qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlər üçün brifinq keçirdi və həmin brifinqdə açıqlanıb ki,
Bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Hazırda aldığımız bir məlumatı da diqqətinizdə çatdıraq. Füzulinin 4 kəndi və Cəbrailin isə 2 kəndi işğaldan azad edilib. Gözümüz aydın olsun. O bir neçə yıl ilgirki TRT xəbər kanalınınki çıxarğan nemizde bütün başqa türk kanalları da mı aşı tektorununki azadlıqni çakarlığanık aşı bir neçə sekundluq yerini əmmə xəbər kanalları aşındaq deyim qalğan çağda xəbər bəgən çağda mən görüp şundaq bir xil hayacanlanıp ketdim də Xudayım bir günlər kelib bizge maşındaq vətənin azadlığını çakarlaydigan günlər nesip bolsun dep başındaq oylap ketdim. Bayaqı programның içideki Uyghur Levitanları dep Uyghur xəbər mərkəzininki şu programmasidagi alohida e'lonqan shu qismimi bir xil odamga umid bag'ishlaydigan programma ekan. Shunaqqa bugungi ro'ziyatlik programmani shularni hammasini yig'ishtirib o'tirib sizlar bilan etliq salom yo'llag'ash bu programmani qildim. Mamnunlarniki etiqa takrar muborak bo'lsin. Qo'shimcha bugungi programmani shunchalik yaxshi o'tkazinglar.